Qani bismillah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, chorva buqa shaydolari. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ahmad Bobo Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, bugun 14-fevral 2026-yil hafta kuniga shanba. Biz yana o'sha o'zimizning xonadondamiz. Mollarga mana yemlar tugadi, yem olib keldik. Shu yem olib kelganim bahonasida bir syomka qilib o'tib ketay deb video rolik tayyorlashga harakat qilyapman. Har doimgidek yemlarni olib keldik. 2 million 200 mingmi, 300 mingmi bo'ldi. Xo'p, makkan uni, kepak, Qozog'istonning proteinga boy kunjarasidan olingan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Molxonamiz mana har doimgidek ochiq. Bu tomonlar yopiq. Hop, qani bismillah. Akalar, ukalar, videolar yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlash unutmaysizlar degan umiddamiz. Hop, sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Novoslarni mana ko'rib baho berishinglar mumkin. Gideta bir taxminan aytganda 2 hafta oldin video chiqargan ekanman. Har kun shorts video qo'yib boryapman, lekin video qo'ymayotgan edim. Mana bugun video chiqaray deb harakat qilyapmiz syomka qilishga. Oldin bir qator novoslarni ko'rsatib o'tay. Mana Golshtayn novosimiz. O'zgargan bo'lsa o'zgardi, o'zgarmagan bo'lsa o'zgarmagan deb fikr mulohazalarni bildirib, yozib qoldirishingiz mumkin. Undan keyin joy o'zgarmagan novoslarni, o'sha Qirg'iziston parodi novoslar. Bunisi qashqa, bunisi ham qashqa, lekin buni oyog'ida ham o'qi bor. Buni faqat boshida o'qi bor ekan. Bu novosimizni. Boshqa joyda, hamma joyda qop-qora. Bu mana qashqamiz. Juda hurkakmash novos. Oldiga o'tib, qashlayman desam, umuman qashitmaydi. Bu o'zimizda o'sha mesniy paroda novos. Bu novosimiz yaxshi novos. Bu haligi qashlayman desangiz qashlatadi, ortiqcha harakatlarni qilmaydi. Mana novosimiz. Mana juda hurkak, qo'rqadi. Bilmayman nimaga, lekin qashlatmaydi. Nargi Golshtayn ham qashlatadi, lekin mana novosimiz-chalik emas. Bu novosimiz pryamoy mazza. Juda mazza qiladi, orom oladi qashsang. Mana novos umuman qashitmaydi. Shu novoslar o'zgargan bo'lsa o'zgaribdi, o'zgarmagan bo'lsa o'zgarmagan deb fikr mulohazalarni qoldirishinglar mumkin. Bir o'zim uchun ham bir ikkita so'raganlar bor edi, o'shalar uchun ham mana video syomka qilib qo'yib o'tib ketay deb video syomkaga boshladik. Video syomkani boshlaydigan bo'lsak, mana molxonani ko'rsanglar, mana yerda yem turardi. Yemimiz tugadi mana. Shunga mana hozir yem tayyorlash jarayoni. Mana har doimgidek o'sha 2 qop Qozog'istonning kepagi mana. Kepak sof vazni 25 kg. Mana bu kepakni ko'rsatay. Kepak juda mazza. Mana buni yegisi kelyapti juda. 50 kg kepak. Bu yoqda hozir ko'rsataman. 25 kg kunjara, o'sha Qozog'istonning kunjarasida mana Almatay May degan emblemasi bor ekan. Bilmayman bu nimasi. Proteinga boy juda zo'r kunjara deb juda ko'pchilik maqtayapti. O'sha kunjaradan olib keldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu kunjaradan qo'shamiz. Bu esa makkani uni mana. Makkani uni. Ilgari zog'ora deb aytilardi, hozir makkan uni. Bundan zog'ora non qilib yesa ham bo'ladi. Lekin bu unaqasi emas. Makkan uni, kepak. Kepaklarimizni ko'rsatdim. Kunjara. Hozir shulardan aralashma qilib tayyorlaymiz. Bu yerda
Undaqamiz turibdi. Oti nima edi? Oltin gugurt. Oltin gugurt endi qo'shmaymiz. Oltin gugurt qo'shgan yemimiz yetadi hozir. Bularga o'zi juda yetarli tarzda men qo'shib yedirib bo'ldim. Endi qo'shmaymiz. Endi faqat qo'shsak tuz qo'shishimiz mumkin 1 kilogramm. Hozir yem tayyorlashni boshlaymiz. Keyin yem tayyorlab bo'lgandan keyin syomkani yana davom ettiraman. Novvoslarni orqa tomonidan ham ko'rsatib o'taman. Kommentariyada so'rashgan savollari bor edi. Esimga tushganiga hammasiga javob berib o'tishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Endi pauzani bosib turmasam bo'lmaydi, chunki men bitta o'zimman. Pauzani bosib hozir sizlarga yem tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'taman. Novvoslar meni hammasi maza qilib damini olib yotibdi. Turibdi, to есть yotibdi bo'rinman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, somonimiz turibdi. Drabilkadan chiqarilgan bu ham. Drabilkani ko'rsatib o'tdim. Mana shu novvos nimaga mana shu zanjiri mana shunaqa qilib chaynaveradi? Kim biladi? Bilganlar yozinglar kommentariyada. Bu novvosga ukar qildirdim, dori ichkizdim, doktor olib kelib, baribir ashxunari tashlamayapti. Og'ziga solib, mana shu zanjirni chaynagan. Nima ekan, nimadir yetishmayapti vitaminga hayronman. Lekin bu anosini yo'qotmadi baribir. O'sha qilig'ini. Endi pauzani bosib turamiz. Hozir kepakga to'kib jarayonni boshlaymiz, yem tayyorlash. Xo'p, hurmatli akalar, ukalar, mana kepakga yozib oldik. Endi buning ustidan hozir ko'rsataman, makkan unini to'kamiz. Где-то 20 kilogramm atrofida chiqadigan makkan uni bor. 50 kilogrammiga shuni qo'shib yuboramiz. Makkan unini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Yana pauzani bosib turamiz. Hozir syomkani davom ettiramiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana makkan unini ham kepak ustidan yotkizib oldik, bir tekisda qilib, ketma yordamida. Endi buni ustiga o'sha Qozog'istonni kunjarasidan to'kib chiqamiz. Hurmatli do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Qozog'iston proteinga boy bo'lgan kunjarasini ham mana ustiga yoyib chiqdik. Endi rosa yog'li ekan. Bunda qo'l yog' bo'lyapti. Yog' bo'lganini his qilasiz, bundoq ushlab turib qo'yib yuborganingizda. Endi mana bu kepagimizni buning ustiga yotkizib yoyib chiqamiz. Hozir ko'rsataman. Hurmatli akalar, ukalar, mana ko'rishingiz mumkin. Ustidan kepak yotkizib oldik. Shuni endi aralashtirsak bo'ldi, yemimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Tuz ham qo'shib yubordim 1 kilogramm. Ovqatga soladigan osh tuzi o'zimiz oddiy. Mana shu novvos zanjiri hali ham chaynab yotibdi. Hozir buni aralashtirib qo'ysam bo'ldi. Xo'p, video cho'zilib ketmasligi uchun uni aralashtirmayman. Kommentariyada bir ikkita savollar so'rashgan edi, shularga javob berib o'tib ketay degan maqsadim bor. Novvos lekin uncha qildirmayapti menga uni sharaqlatib. Qani olayimdan yeb tur ozgina. Xo'p, bitta aka so'ragan edilar kommentariyada. Seminli oxir yaxshimi yoki hozir qilishayotgan temir oxir yaxshimi? Seminli oxir yaxshi men uchun, endi kimga qanaqa bilmadim. Bizniki o'sha mana semindan quyib bo'linganligi uchun menga semin oxir yaxshi, qulay. Mana betonda mana
stoykalar hammasi betonni orasiga qistirib quydirilgan. Baquvvat. Anu narigi temirli oxiri bo'lsa, sal men nazarimda yana bilmadim kimga qanaqa kam quvvat bo'lganday ko'rinadi. Mana seminni buzib yubora olmaydi. Shu tomondan menga ma'qul. Xo'p, hozir yana novvoslarni orqasidan ko'rsatib o'taman. Hozir molxonamizdan mana tashqariga chiqdik. Tashqarida ob-havo juda ham zo'r. Novvoslar mana gongini ko'rishingiz mumkin. Bu yerga olib chiqib tashlaymiz gongini. Molxonamizning orqa tomonidan kiradigan joyi, eshigi doim ochiq turadi mana. Kechqurun yopib qo'yaman xolos. Molxonaning orqa tomonidan o'tirib ko'rsatay. Mana u arig'i постоянно ochiq turadi. Novvoslarning mana orqa tomonidan ko'rinishi. Aytgancha bir kishi so'raganda kommentariyada, bu ham esimga tushdi. Novvoslarni olib kelgandan keyin sirazu mana siydik chiqarish a'zosini oldidagi junlarni olib tashlash kerak mana bu yerdagi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, siydik chiqarayotgan a'zosini oldidagi junlarni olib tashlash kerak. Uni olib tashlash sababi yotganda gongini ustiga yotib qo'ysa xalaqit qiladi mana yotganda shu gong siydik chiqarish a'zosiga zarar yetkazishi mumkin. Mana bunigini men olib qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Bu novvosni olib qo'yganman. Xona novvos. Bu novvosimiz umuman tutqich bermaydi. Shuning uchun bunikini ola olmaganman. Вообще deki bu. Mana oldiga o'taman desangiz suzib xullas bir joyda turmaydi, sizga tutqich bermaydi. Bu novvosni olib qo'yganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham mabodo novvosinglar bo'lsa uyda e'tibor berib shu siydik chiqarish a'zosini oldidagi junlarini olib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu novvosni ham qo'yganman Goldstein'ligini. Bunga ham yo'q. Shu akalar ukalar videolar yoqayotgan bo'lsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlash unutmaysizlar degan umiddamiz. Biz qo'limizdan kelganicha o'zimizni xonadondan syomka qilib kanalga joylab boryapmiz. Hech kimga maqtanish yoki o'rgatish emas. Kimdirlar bilsa eslatma, kimdirlar bilmasa qo'llanma bo'ladi degan maqsadda video syomka qilib joylashtirib boryapmiz. Albatta kimdir xulosalari bo'lsa, fikrlari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishi mumkin. O'qib, javob berib, keyingi videolarda javob berishga harakat qilaman. Xudo xolasa. Novvoslarni bor ko'rasizlar, o'zgargan bo'lsa o'zgargan, o'zgarmagan bo'lsa o'zgarmagan deb yozib qoldirishingiz mumkin. Shu tarzda biz novvoslarni boqib turibmiz. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Molxonamiz mana top-toza. Gongini chiqarib tashladim. Endi oldiga o'taman yana. Bugun ob-havo juda zo'r bo'ldi. Quyosh chiqib hamma joy deyarli issiq bo'ldi. Mana siloslarimiz joyida turibdi. Bularni berilish tartibini ham aytib o'tib ketay. Har bitta novvosga somon drabilkadan chiqarilgan mana tayyorini. Mana bu to'g'ramiz hozir kunjara turibdi ichida. Shu kunjaradan somondan 2 tadan tashlab chiqiladi har bittasiga.
Har bittasiga ikkitadan tashlagandan keyin mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Leka turibdi, suv quyadigan. Ash lekada bitta leka to'ldirib somonni ustidan suv quyib chiqaman. Mana oxiri ko'rishingiz mumkin. Deyarli bo'sh oxirimiz. Keyin uni ustidan chayni o'rmay turchi, iltimos sendan polvon. Nimaga chayni o'rasan buni? Keyin uni ustidan sulusimiz ham turibdi. Sulus yarimta sulus, 20 kilogramm bu sulus. Yarmi 10 kilo bo'ladi. 10 kilosini hammasiga to'kib chiqamiz. Uni ustidan esa hozir ko'rsatib o'tgan yemdan, tayyorlangan yemdan mana bu yerda cho'mich turibdi. Shu cho'michda ikkitadan mana bu cho'michda ikkitadan tashlab chiqiladi. To'ldirib. Shu tarzda boqyapmiz. Videolar kimgadir ma'qul kelayotgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Allohdan hammani xonadonida bundan ham ko'p novvoslar, hayvon, chorva bo'lishini so'rab qolamiz. Hammangizga omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi syomkalarda, video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.